Pediatrlarning xonasida bunday o'yinchoqlarning bo'lishi qay darajada ahamiyatli? Pediatrlarning xonasida bunday o'yinchoqlarning bo'lishi va platformalarning tashkil etilganligi bu juda ham katta ahamiyatga ega. Birinchidan, farzandlarimiz biz qabullarimizga kirishgan vaqtlarida shifokorni ko'rib birdan yig'lab berishliklari va bizdan cho'chib ketishliklarini oldini oladi. Ya'ni o'sha vaqtda bolajonlarimiz kirib platformalariga e'tiborlari tushadi va sirazu o'sha o'yinchoqlar bilan o'ynashga talpinishadi. Shunda bolajonlarimiz shifokor qabuliga kirishliklarini bezib qolishmaydi. Ya'ni ko'p yig'lashliklari, ko'p bizni ko'rib cho'chishliklaridan bu narsa ozmi ko'pmi bartaraf qilib turadi. Undan tashqari klinikaning koridorlari hamda hovlilarda tashkil etilgan platformalar ham ota-onalarimizni farzandlar bilan navbat kutayotgan vaqtda oz bo'lsa-da vaqtlarini chog' o'tkazishga yordam beradi. Aynan Agrofarm klinikasida bu narsalar uchun jiddiy e'tibor qaratilgan.